Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz go'sht konservalar ishlab chiqarish texnologiyasi. Bu mavzu bo'yicha 3 ta rejamiz bor. Reja birinchisi go'sht konservalar assortimenti, ikkinchisi go'sht konservalarining sifati, uchinchisi go'sht konservalarini saqlash. Go'sht konservalari deganda o'sha go'sht va go'sht mahsulotlaridan yoki boshqa oziq-ovqat mahsulotlari bilan qo'shib tayyorlangan, tunuka yoki shisha idishlarga solingan, germetik yopilgan va issiqlik bilan ushlab berilgan mahsulotga aytiladi. Xo'p, konservalarning ta'mi va ozuqaviy qiymati o'sha xom ashyoga qaraganda yuqori, chunki ularni ishlab chiqarish jarayonida go'shtning iste'mol qilinadigan yoki kam to'yimli qismlari olib tashlanadi va turli xil xushbo'y qo'shimchalar qo'shiladi. Ular yuqori ozuqaviy qiymatga ega. Ularning saqlash muddati ham xom ashyoni saqlash muddatidan sezilarli darajada farq qiladi. Go'sht konservalarini ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatiga har xil turdagi so'yilgan hayvonlar va parranda go'shti, qo'shimcha mahsulotlar, o'simlik xom ashyolari, don, makaron, sabzavotlar va hokazo mahsulotlar, shakar, ziravorlar, tuz va boshqalar kiradi. Go'sht konservalarini ishlab chiqarish quyidagi operatsiyalardan iborat bo'ladi. Xom ashyo idishlarni tayyorlash, porsiyalarga bo'lish, yopish, idishlarning germetikligini tekshirish, sterilizatsiya, termostatda ushlab turish, etiketkalash va qadoqlash. Go'sht konservalari issiqlik bilan ushlab berishga qarab sterilizatsiya qilinadi va pasterizatsiya qilinadi. Pasterizatsiyalangan konservalarda dudlangan bekon bo'laklari, dudlangan shpik bo'laklari, maxsus vetchina, parhez vetchina va boshqalar kiradi. Asosiy xom ashyoga qarab go'sht konservalari, go'sht mahsulotlari, suv mahsulotlari, parranda go'shti, shuningdek go'sht va sabzavot va cho'chqa go'shti bilan dukkaklilarga bo'linadi. Maqsadga qarab go'sht konservalari gazakbop, tushlik, parhez va bolalarga mo'ljallangan kabi konserva turlariga bo'linadi. Go'sht konservalari bu xom go'sht, qovurilgan va qaynatilgan go'shtdan ishlab chiqarilgan konservalarning katta guruhi hisoblanadi. Ular birinchi va ikkinchi taomlarni tayyorlash uchun ishlatiladi. Keng assortimentda ishlab chiqariladi. Ular dimlangan mol go'shti, o'z sharbatida qaynatilgan mol go'shti yoki cho'chqa go'shti, oq sousda mol go'shti, cho'chqa go'shti yoki qo'y go'shti, go'sht qovuriladi, mol go'shti gulyashi, cho'chqa go'shti, qo'y go'shti ham bo'lishi mumkin va boshqalarni misol qilib aytishimiz mumkin. Xo'p, go'sht va parranda go'shti konservalari bu ushbu konservalar go'sht turi, tana go'shtini kesish xususiyatlari va qanday to'ldirilishi bilan ajralib turadi. Assortimenti bu o'z sharbatida tovuq, o'rdak, g'oz yoki kurka, smetana sousli tovuq go'shti, jiledagi tovuq filesi, jiledagi g'oz filesi va boshqalarni misol qilish mumkin. Parranda go'shtidan pashtetlar ham tayyorlanadi. Bolalar ovqatlari uchun konserva yuqori sifatli xom ashyodan faqat ezilgan shaklda tayyorlanadi. Gomogenlashtirilgan, ular xom ashyoni yuqori darajada maydalash bilan ajralib turadi va 5-7 oylik bolalar uchun mo'ljallangan. Bularga Gerkules, ularning asosi mol go'shti va jigari kiradi.
e, 7-9 oylik bolalar uchun tavsiya etilayotgan e, konservalar mavjud. Go'sht va sabzavotli pyures, sho'rvalar mavjud. Pomidor va go'sht va sabzavotli pyure, sho'rva va sabzavotli tushlik ovqatlari, e, go'shtli sabzavotli sho'rva, sabzavotli go'sht va boshqalarni misol qilib aytishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.